Choyxonalarda jazillatib pishiradigan qiymali shashlikni uy sharoitida 15 daqiqada tayyorlab ko'rdim. Retsept bergan choyxonachi akalarimizga kattakon rahmat. Bu retseptdan keyin ko'chada umuman shashlik yemaydigan bo'lasiz. Like bosib jarayonni kuzating. Birinchi bo'lib piyozni va molda ichki yog'ini, qiymani mesorovkadan chiqarib olamiz. Bulka nonni o'rtasidan bo'lib, orasidagi yumshoq joylaridan ajratib olamiz. Blenderga solamizda urvoq holiga nonni keltirib olamiz. Qiymali massamizga tayyor bo'lgan nonni qo'shamiz, tuz va kerakli har xil ziravorlarni solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Tayyorlayotgan massamiz yumshoqroq va rangi sal ocharadi. Qaynoq suvga qo'lni botirib, keraklicha massadan olib, xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib shakl berib chiqamiz. Gaz pechini setkasini ustiga shashliklarni terib chiqamiz va tagiga list qo'yib, pergament qog'oz qo'yamiz va albatta yog'i, suvi oqishi mumkin. 240 gradusga 15-18 daqiqaga qo'yib pishirib olamiz. Shashlik pishguncha hamma qo'shningiz uyingizga chiqib o'tirib olishsa, ayb menda emas, sababi hidlari juda ham ishtahani qitiqlaydi. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, albatta like bosib, yaqinlaringizga ham bo'lishib qo'ying. Ishtahangiz ochilsa, Robiyangiznikiga mehmonga keling.